Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizda jamiyatimizdagi muhim yangiliklar, nogironligi bor bolajonlarimiz, ularning ota-onalariga berilayotgan imtiyozlar haqida gaplashamiz. Buning uchun esa mavzu bo'yicha mutaxassislarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nogironligi bor bolasini xususiy bog'cha yoki maktabga berayotgan ota-onalar uchun daromad solig'ining bir qismi to'lanmaydi deb aytildi. Bu amalda nimani anglatadi, marhamat? To'g'ri, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining 11-29-sonli qonuni qabul qilindi va bu bo'yicha Soliq kodeksiga va boshqa tegishli qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan siz aytgan, ya'ni farzandi 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor farzandini, demak, kunduzgi parvarishlash xizmatiga bergan taqdirda ularga nisbatan har bir farzandi uchun har oyda 3 million so'mgacha qismi daromad solig'idan ozod qilishi belgilab berildi. Endi amalda qanday edi? Amalda ham ya'ni farzandlar uchun imtiyoz bor edi. Faqat maktab hamda maktabgacha bo'lgan ta'lim xizmatlari uchun har bir farzandiga ushbu 3 million so'mgacha qismi bo'yicha imtiyozlar bor edi. Endilikda bu kengaytirildi hamda endi nogironligi bo'lgan o'sha kunduzgi parvarishlar xizmatlari ham, ya'ni 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan farzandlari jismoniy shaxslardan olingan daromad soliqidan ozod qilishi belgilab berildi. Deylik, agar oilada 2 nafar nogironligi bor bo'lgan shaxs mana shunday xususiy bog'cha yoki maktabga borsa, bu imtiyoz 2 nafar bolaga ham amal qiladimi? Albatta, ya'ni qonunda o'zida aytilyapti, har bir farzandi uchun har oyda deyapti. Demak, u oilada nechta xuddi shunday farzand bo'lishidan qat'iy nazar har biriga ushbu imtiyoz qo'llaniladi. Ya'ni bitta farzand uchun 3 million, ya'ni o'rtacha oila budjetida qoladigan summani hisobga olsak, demak bitta farzand uchun 360 ming so'mlik daromad solig'i oladigan bo'lsa, ikkita farzandiga albatta 720 ming so'm. Agar 3 ta bo'lsa, har biriga alohida imtiyozini qo'llash mumkin bo'ladi. Albatta, bu imtiyoz har oyda qo'llaniladi. Shuning uchun bu har bir oyga tegishli sifatida olishimiz mumkin. Mana shunday imtiyozdan foydalanish uchun ota-ona ishxonasiga qanday hujjatlarni taqdim etish kerak? Farzandi nogironligi haqida hujjatnomami? Hozir bu holatni amaliyotda ikki xil holatda ko'rishimiz mumkin. Odatda, misol uchun, ish beruvchi albatta xodim bilan tuzilgan shartnomasi bo'yicha oylik haq to'lab beradi. Va ushbu holatda, demak, shu ota-ona o'z farzandini shu kunduzgi parvarishlash xizmatiga berganligi bo'yicha tuzilgan shartnomasi albatta hamda u bo'yicha tegishli hujjatlarni, ya'ni agar boshqa tegishli hujjat bo'lsa, ushbu hujjatlarni o'z ish beruvchisiga shu ma'lumotlarni taqdim qilib qo'yish kerak. Va ushbu ma'lumotlar asosida ish beruvchi imtiyozlarni qo'llagan holatda daromad solig'ini ushlab qolmasligi kerak. Birinchi holatda. Chunki har bir ish beruvchi o'zida bu imtiyozlarni qo'llash bo'yicha alohida hisobotni yuritishi kerak. Ikkinchi holat, agar ish beruvchi ushbu imtiyozni qo'llamagan holat bo'yicha, qo'llamay qolgan holati bo'lsa, ya'ni u bo'lishi kerak edi, lekin qo'llamay qolgan hamda hisoblangan qo'llagan imtiyoziga soliq hisoblab, ushlab qolib davlat byudjetiga o'tkazib bergan holati bo'yicha esa shu ota-onalar ixtiyor ravishda ushbu soliq davridan keyingi yilda 1-apreldan kechiktirmasdan deklaratsiya asosida soliq hisobotini o'sha deklaratsiya taqdim qilib, tegishli imtiyozni qo'llab, demak, uni davlat byudjetidan qaytarib olish ham mumkin bo'ladi. Tushunarli. Endi tadbirkorlikka to'xtaladigan bo'lsak, davlat mana shunday parvarish markazlarini ochayotgan tadbirkorlarga 2030-yilgacha barcha soliqning barcha turlaridan ozod qilinishi kutilayotgan ekan. Bu aynan qaysi soliqlarni o'z ichiga oladi? To'g'ri, hozirgi kunda, ya'ni ushbu qonun bilan aytilyapti, ya'ni bu faoliyatni amalga oshirsa, ularga nisbatan 2030-yil 1-yanvarga qadar barcha turdagi soliqlarni to'lashdan ozod qilish belgilab berilyapti. Bundan albatta ijtimoiy soliq mustasno. Ya'ni buni deganda qaysi soliqlar nazarda tutiladi? Hozirgi kunda soliq to'lovchilarimiz ikki xil toifada umumiy olganda, ya'ni birinchisi aylamadan olingan soliq to'lovchilar, ikkinchisi umumiy belgilangan soliq to'lovchilar, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i va foyda soliq to'lovchisi. Birinchi holati bo'yicha qanday bo'ladi? Agar aylamadan olingan soliq to'lovchi bo'lsa, demak, ular aylamadan olingan soliq to'lovchisidan ozod bo'ladi. Ikkinchi holati bo'yicha esa xodimlarga to'layotgan daromad solig'idan ozod qilinadi. Ijtimoiy soliqlar albatta to'lab beradi. Agar o'z egaligida mulki yoki yeri bo'lsa, albatta ular ham tegishli soliqdan ozod qilinadi. Ikkinchi holati bo'yicha, agar u qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchi bo'lsa, albatta bular tegishli qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'idan ozod bo'ladi. Shuningdek, o'z egaligida bo'lgan mulk hamda yer solig'idan ozod qilinadi. Faqat bu yerda ijtimoiy soliqni to'lab berishi kerak bo'ladi, xolos. Tushunarli. Aynidan bizda mana shunday parvarish markazini ochgan tadbirkorimiz ham o'tiribdilar. Xush kelibsiz. Aytingchi, mana shunday soliqdan tejalgan mablag'ning qancha qismi xizmat narxini arzonlashtirilishiga va yana qancha qismi bolalar uchun jihozlar sotib olishga yoki ularning ta'limiga sarflanyapti, marhamat? Albatta, bu imtiyozlar juda ham o'rinli. Kunduzgi parvarish xizmatiga og'ir va o'sha nogironligi bo'lgan bolalarni qabul qilganmiz. Masalan, shaxsan o'zimda 20 dan oshiq nogironligi bo'lgan bolani
har kuni parvarishlash xizmatini tashkil qilib kelyapmiz. Bu bilan birga har bitta xizmatga kelgan bola yurish yoki bo'lmasam bir hissiy emotsional holatlariga qarab turli jihozlar zarur bo'ladi. Albatta, bu soliqlardan ozod qilingan shu qismiga hadunoklar olish mumkin yoki bo'lmasam sensorxonalarni jihozlash mumkin. Bu yana ham sifatini yaxshilaydi bu xizmatlarni. Sizning parvarish maskaningizda bolaning rivojlanishini kuzatib boruvchi raqamli monitoring tizimi bormi va buni ota-onalar o'zlari uyda yoki ishda o'tirgan holatda kuzata olishadimi? Bizda kameralar bor, lekin ota-onalarga kuzatish imtiyozini bermaganmiz. Nima uchun? Avvalambor bu ichki holatni o'rganish va ichki tizimni yaxshilash uchun. Va kunduzgi parvarish tizimini tashkil qilish asoslangan qarorda ota-onalar bu monitoring qilish shart degan joyi yo'q. Biz o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda ota-onalar bilan individual ravishda ishlaymiz. Har bitta bolaga individual rivojlanish rejalarini tuziladi. Agar xohlashsa biz ularga bizda hamma ta'lim tashkilotlari kabi Telegram gruppalarimiz bor. Bu gruppalarga kun davomida ham darslar tashlanadi va agar o'rganib chiqqan bo'lsangiz, bu qaror asosan parvarish xizmatini ko'rsatish. Tarbiya beriladi, lekin ta'lim bu alohida to'lov asosida qilinadi aslida. Shu qarorga asosan, demak, davlat subsidiyasini olinadi, lekin ota-onalar tomonidan ham to'lovi bor. Kameralarga kelsak, boyaga aytganimdek, kameralarni taqdim etish ko'zda tutilmagan. Menimcha, shu respublikamizdagi tashkil qilingan kunduzgi parvarish xizmatlarida har doim buni imkoniyati bo'lmaydi. Chunki uzoq hududlardagi internet tizimi yoki bo'lmasam kameralarni qimmatligi bizda bor, lekin biz o'sha davlatimiz bilan sherikchilik asosida qilingan shartnomamiz asosida va davlat bizga ancha yordam berdi bu kunduzgi parvarish xizmatini tashkil qilishda. Chunki biz O'zbekistonda birinchi pilot tashkilotmiz va nafaqat kunduzgi parvarish, 2 guruh kunduzgi parvarish xizmatimiz bo'lsa, multifunksional markazimiz ham qo'shilgan. Demak, biz kun davomida bolalarga reabilitatsiya xizmatlarini ham ko'rsatamiz. LFK, massaj, neyropsixolog, maxsus pedagog darslarini talabga ko'ra shu darslarni bolalarimizni boshqa ota-onalarimizni boshqa joylarga olib bormasin, shu yerda o'zida shu xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Deylik, oddiygina sog'lom bolani parvarishi qiyin desak, mana shunday nogironligi bor bo'lgan bolajonlarni parvarishi alohida mavzu desak ham bo'ladi. Mana shunday bolajonlarni parvarishlayotgan tarbiyalovchilar deymizmi, ularga qanday markaz tomonidan xizmatlar ko'rsatiladi va ular bilan qanday ishlaysiz? Masalan, 9 ta bolaga bitta tarbiyachi yordamchi qo'yilishi kerak qaror bo'yicha. Bizning markazimiz yana shu pedagogika institutida o'qiydigan studentlarni jalb qilgan holda ular bilan yana ishlanyapti. Tarbiyachilar ruhiy holati ba'zan bizani o'ylantiradi. Shu tarbiyachilarga psixologik ruhiy holatini yaxshilash bo'yicha biz treninglar o'tkazdik. O'tgan yili tarbiyachilarimizga doim rag'batlantiramiz. Team building degan narsalar bor. Shu team buildinglar qilib turamiz. Hozirgi bolalarimiz hech qaysi bir ta'lim muassasasiga oldin bormagan bolalar va turli diagnozli bolalarimiz bor. Shularni holatini yaxshilash bo'yicha mana biz doimiy xalqaro mutaxassislarni jalb qilgan holda konsultatsiyalar o'tkazamiz. Umuman olganda, Ijtimoiy himoya milliy agentligini shu xizmatni tashkil qilishda 2 oylik malaka oshirish kurslari tashkil qilingan, onlayn sertifikatlangan. Har bitta kunduzgi parvarish xizmatini tarbiyachisi shu sertifikatga ega bo'lishi kerak va bu kurs davomida ular juda ham ko'p bilimlarni olishyapti. Masalan, bizning markazimizda hozirgi kunda xalqaro tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar volontyorlik qiladi. Har bitta bolamizni ko'rib, individual rejalarni tuzishga yordam berishyapti. Chetdan kelayotgan mutaxassislarni biron bir bolamizda muammo ko'rsak, shu muammomizni hal qilishda o'zimiz malakamiz yetmasa, ularni jalb qilgan holda konsultatsiyalar o'tkazyapmiz. Ota-onalarni jalb qilamiz. Chunki bu yerda ham kunduzgi parvarish xizmatining tarbiyachilari, ham koordinatorimiz, ham ota-onalar birgalikda ishlash kerak. Agar masalan uyga borganda bolani misol uchun o'sha odatiy holatda
bo'lsa yoki bo'lmasam shanba oddiq kuni bolalarimiz o'zgarib kelishyapti deyishadi. Chunki biz hafta davomida bir tizimga, bir kundalik ritmga solishga harakat qilamiz. Lekin dushanba kuni kelganda ancha bolalar qiyin, yana ularning ta'lim tarbiyasi bo'ladi. Harakat qilamiz ishlashga. Ishingizga omad tilayman. Rahmat katta. Bu tizim o'zi nima uchun yo'lga qo'yildi va hozirda qancha tadbirkorlar faoliyat yuritmoqda? 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bo'lgan mana shu bolalarimiz uchun kunduzgi parvarish xizmati bu yangi ijtimoiy xizmat turi hisoblanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan o'zi mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan bolalarimiz uchun xizmatlarni turini kengaytirish va xizmatlar ko'lamini oshirish, qamrov darajasini oshirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda va aynan mana shu maqsadda tashkil etilgan xizmatdan biri bu hisoblanadi va e'tibor qiladigan bo'lsak, eng og'ir turdagi nogironligi bo'lgan bolalar, bu bolalar bu paytga qadar ta'limga yoki biron bir xizmatga qamrab olinmagan, jamiyatdan uzilib qolgan bolalar hisoblanadi. Uyda ota-ona qaramog'ida, ota-onani parvarishida bo'lib kelgan. Shuning uchun ham biz bu xizmatni tashkil etdik. Juda ko'p xorijiy davlatlar tajribasini o'rganib, ushbu xizmat tashkil etildi. Avvalambor, birinchidan bu xizmat oilaga yaqin bo'lgan xizmat. Bu xizmatda bola oiladan ajratilmaydi. Ya'ni bola ertalab shu kunduzgi parvarish xizmatiga keladi va kechqurun yana qaytib ketadi. 9 soatgina bu xizmatda bo'ladi. Oiladan ajratilmaydi. Va ikkinchisi, bu xizmat tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikda davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilyapti. Demak, bu ijtimoiy xizmat bozorida xususiy sektorni faoliyati ham jonlantirishga, faollashtirishga maqsad qilingan. Endi davlat sherigi bu ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy boshqarmalari hisoblanadi. Xususiy sherik esa bu tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Biz bitim tuzamiz. Mana shu bitim asosida, demak, har bir bola uchun, deylik, 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25% miqdorida subsidiya beriladi har bir bolaga. 7 yoshdan yuqori 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 27% miqdorida subsidiya ajratiladi. Hamda Toshkent shahar, Nukus shahri va viloyat markazlarida bu bir ko'paytiruvchi koeffitsient qo'llaniladi. Ya'ni bu shahar markazlarida bu xizmatlar ozgina qimmatligini inobatga olib ko'paytiruvchi koeffitsient qilganmiz. Hamda ijtimoiy reyestr deymiz. Bugungi kunda o'sha kambag'al oila farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy reyestrda turadigan oilani farzandlari bu xizmatdan foydalanadigan bo'lsa, ularga yana 30% ko'paytiruvchi koeffitsient asosida subsidiya qoplab beriladi. Bugungi kunda 5000 dan oshiq nogironligi bo'lgan bolalar xizmatga qamrab olingan. 373 nafar tadbirkorlik subyektlari bugungi kunda faoliyat olib boryapti. O'ylaymanki, mana shu soliq imtiyozini qo'llanilishi bu mana shu tadbirkorlarimizga ham, ota-onalarimizga ham har jihatdan, moddiy va iqtisodiy jihatdan foyda bo'ldi va birinchidan asosiy o'zi pirovard maqsad bu xizmatning jozibadorligini oshirish hisoblanadi. Tadbirkorlarimizga mana shunaqangi imtiyozlar qo'llanilishi menimcha qiziqishni oshiradi deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat kattakon. Zokirjon aka, keyingi savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. Hozirgi kunda xabarimiz bor, ko'plab soliq imtiyozlari inson omilisiz, ya'ni masofaviy tarzda amalga oshirilmoqda. Aytingchi, mana shunday nogironligi bor bo'lgan farzandlar ota-onasi uchun ham berilayotgan imtiyozlar avtomatlashtirilganmi? Albatta, hozirgi kunda deyarli barcha imtiyozlarimiz elektronlashtirilgan. Shu qatori bu parvarishlash xizmati ham elektron shaklda murojaat yuborib imtiyozni olish mumkin. Buni nafaqat o'zini elektron qulish orqali, balki hozirgi kunda keng ommalashgan o'zi soliq mobil ilovamiz orqali ham murojaat yuborib shu imtiyozdan foydalanish mumkin bo'ladi. Yuqorida aytdik, bu imtiyoz bo'yicha ilgari maktabgacha, maktab ta'limi bo'yicha imtiyozi bo'yicha ham imtiyoz qo'llash tartibi soliq mobil ilovamizda bor edi. Ya'ni ko'pchiligimiz bilamiz, ta'lim kreditini qoplash bo'yicha, boshqa holat bo'yicha imtiyoz holatlari, kategoriyalari ko'rsatib o'tilgan soliq mobil ilovamizda. Endilikda ushbu holat ham xuddi o'sha nodavlat maktabgacha va ta'lim tashkilotlari bo'yicha imtiyozni tarkibiga qo'shildi va o'sha holat orqali soliq mobil ilovasi ham orqali ham imtiyoz olishga murojaat qilib, shu interaktiv xizmatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Mavzu yuzasidan qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat. Qonun bilan berilgan bu imtiyoz albatta ushbu, ya'ni nogironligi bor hamda ota-onani keng rag'batlantirish, shuningdek bu tadbirkorlik subyektlarini aynan shu parvarishga muhtoj bolalarni parvarish ko'rsatish bo'yicha faoliyatni yana ham kengaytirishga albatta bu imtiyozlar turtki bo'ladi va ushbu imtiyozlar berilish natijasida ushbu tadbirkorlik subyektlarining ixtiyorida bo'sh mablag' qolishi va ular
bo'shagan mablag'lar hisobidan albatta tadbirkor faoliyatini yanayam kengaytirish, qo'shimcha moddiy texnik manbalarni albatta kengaytirib, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishga albatta o'z hissasini qo'shadi deb umiddamiz. Shu bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bergan ma'lumotlaringiz va ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, keyingi ko'rsatuvlarga qadar o'zingizni ehtiyot qiling.